hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda təfsili məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. Xitoyning Sichuanga joylashgan tor bexatarligi shirkatining Uyg'ur va Tibetlarga qarshi ilib borgan tor hujumi oshkorlangan. Tibet kuzatish xabar torining 30 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, istihbarat mulozimatlarining tashkillanishi va harakatini nazorat qiladigan gruppa istihbarat tori yaqinda Xitoy jamoat xavfsizligi ministrligi qo'llagan Xitoy va chet ellarda Tibet va Uyg'urlarga qarshi ilib berilgan IT xakerlik harakati Xitoyning Chengduda turishliq tor bexatarlik yo'ldiganligini bayqaganligini, Sichuan Dianka tor bexatarlik texnikasi va uning qarmoqidagi Chengdu Anmo texnikasi, shundaqla ularning 90% tadqiqot va taraqqiy qildirish uchun ishlayotgan 150 kishilik injenerlar atriti Xitoyning tor hujumi bexatarlik tirishchanligiga hassa qo'shganligini aytgan. Sichuan o'lkasining poytaxtiga joylashgan bu shirkat torda kishining diqqatini tortmaydigan o'ringa ega bo'lib, saqchiga xizmat qiladigan va nurg'ulg'an akademik organlarning sheriki sifatida harakat qiladi ekan. Uyg'ur va Tibetlarni nishon qiladi ekan, shundaqla yomon g'arazlik tor singib kirish qurollarining ta'minlaguvchisi ekan. 2024 yılı e'lon qilingan bir dokladda ma'lum bo'lishicha, Yer shari Minotaurning IT sistemasiga yuchuqlarga hujum qilish, yomon g'arazlik yumshoq detal o'rnatish yoki boshqa xakerlik faoliyatlarga qulaylik yaratish uchun ishlatiladigan IT sistemasi Dark Nimbus deb ataladigan orqa eshik, ya'ni yoshirin ziyorat sistemasi qo'llanganligi bayqalgan. Bu orqa eshik asosligi Xitoyning Uyg'ur va Tibet xalqiga tava Android va Windows uskunalarida ishlatiladigan Xitoy tez uchur mulozimati WeChatni nishon qiladi ekan. Dark Nimbus yuqumlangan uskunadan, uningga qo'shilgan programmalardan va jihozning jug'rafiyalik o'rnidan uchur yig'ishga yo'l qo'yadi ekan. Aloqalashish tizimligi, telefon xotirasi, SMS uchurlari, tor ko'rgich xat kuchlari, tez uchur appidagi paranglarni o'z ichiga olgan shaxsiy uchurlarni chiqardi ekan. Yana telefon xotirlash, rasmga tortish, ekran rasmini elish, hujjat mashg'ulot va buyruq ijro qilishni qo'llaydi ekan. Qurbonlarning IP adreslari tor qaroqchilari guruhi qo'llangan mulozimatlarining xotirasidan topilgan. Bu adreslar umuman Xitoy jug'rafiyasida, ammo ba'zilari Shimoliy Amerika va Yevropaga bo'lib, Fransiyaga joylashgan ekan. Xitoy sirtidagi ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning Tibet va Uyg'urlarni kimlik ovi hujumi orqali xatarga otganligi aniqlangan. Sichuan Dianka tor bexatarlik texnikasi Xitoyning har qaysi joylarida jamoat xavfsizligi ministrligi va yuzlagan jamoat xavfsizligi o'rinlari bilan hamkorlik munosabati o'rnatganligini o'ttirg'a qo'ygan. Ular mudofaa va hujum qilish rayonlarida maktab shirkat hamkorlik andisi orqali xizmat qiladi ekan. Istihbarat liniyasi tori 29 yanvar xabar qilishicha, Xitoy elektron fan texnika universitetidagi jamoat xavfsizligi texnika tadqiqot markazi bilan Kunming bexatarlik tajribaxonasi va Yufeng bexatarlik tajribaxonasidan iborat ikki tadqiqot institutining qurilishi uchun bir o'rtoqlik shakllangan. Xitoy Beijingda 5 burjaklik binoning 10 asosiga teng harbiy qo'mondonlik markazi qurishni planlagan. Iqtisod vaqti gezitining yaqinqi xabariga qaraganda, Xitoyning Beijingning g'arbida 5 burjaklik binodan cho'ng bo'lgan g'oyat zo'r harbiy qo'mondonlik markazi qurib chiqishi mumkin ekan. Qurilishning ko'lami 150 mil keladigan bo'lib, o'rni Beijingning g'arbi janubiga 30 kilometr keladigan joyda ekan. Tahlilchilarning qarashicha, bu aslida yana yadro qurollarini ishlatish, to'qinish yuz berganda Xitoy xalq ozodlik armiyasining rahbarligini qo'g'dash uchun laylangan cho'ng yer osti sig'inoqlar bor ekan. Amerikaning hozirgi va sobiq bir qancha hukumat amaldorlari istihbaratning naq maydonini yaqindan kuzatayotganligini, dunyodagi eng cho'ng harbiy qo'mondonlik markazi bo'lib qolishi mumkinligini, 5 burjaklik binodan kam degandimi 10 hassa eshib ketadiganligini aytishgan. Sun'iy hamrohdan tortilgan suratlarning analiziga qaraganda, qurilish xizmati 2024 yilning o'ttirlarida boshlangan ekan. Bu asliyaning taraqqiyoti 2027 yilda tabriklanadigan ozodlik armiyaning 100 yilligi arifasida yangi qurol va harbiy turlarni borliqqa keltirish tirishchanligiga to'g'ri keladi ekan. Amerika istihbarat organining mo'ljallashicha, Xi Jinping armiyaga Tayvanga hujum qilish ehtimolligi bo'lgan yetarlik harbiy yoshirin kuchni taraqqiy qildirishni topshirgan. Amerika Markaziy istihbarat idorasi Xitoy analiz bilimining sobiq boshlig'i Dennis Wilderning aytishicha, harbiy rahbarlikning bu yangi ilg'or yer osti qo'mondonlik markazi, jumladan Xi Jinpingning Markaziy harbiy komitetining raisligiga tayinlanishi Beijingning dunyoviy muntazam qurolli kuchlarni qurib qolmay, yana ilg'or yadro urush iqtidorini taraqqiy qildirishdagi qora niyatining beshorati ekan. Amerikaning sobiq istihbarat amaldori Iqtisod vaqti gazetining muxbirining so'ragan savollariga javob berib, Ozodlik armiyaning Beijingning markazidagi bosh shtabi urush sharoitida qo'mondonlik markazi bo'lg'idek darajada mustahkam emas degan.
Şərqi Türkistan sürgündə hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudoyor əpəndi bununğa ictimai axborot süpüsü X-də inkos qaytırıb, Xitay Amerikaның uxlayotgan fursatidan foydalanıb, keng ko'lamlik urushda g'alaba qilish sharoitini hozirlayotidi. Xitay imperiyasining misli ko'rilmagan darajada harbiylashtirishiga Amerika qarab turmoqda. Washington qachon harakatga o'tadi? Yana qarab turaversa, moliya kuchi texmo ziyonga uchraydi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump tijorat urushini boshlatgan. Global xabarlarning 2 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning bosh prezidenti Donald Trump Kanada va Meksikadan import qilingan mallarga %25, Xitoydan import qilingan mallarga %10% qo'shimcha boj qo'yishni qaror qilgan. Oqsaroydan kelgan bayonotga qaraganda, Amerika prezidenti Donald Trump Meksika, Kanada va Xitoydan import qilingan mallarga qo'shimcha boj qo'ydigan bir qarornomaga imzo qo'ygan bo'lib, Kanada va Meksikadan import qilingan mallarga %25, Xitoydan import qilingan mallarga %10% qo'shimcha boj qo'yishni, Kanadadan import qilingan energiya manbasiga %10% boj qo'ydiganligini bildirib, bu qo'yilgan bojlarning davlatning iqtisodiy manbasini qo'g'dash uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini aytgan. Qarornoma bir jazo moddasini o'z ichiga olgan bo'lib, mazkur davlatlar o'ch elishni tanlaganda bojning ortadiganligi belgilangan. Boj qo'yish qarori 4 fevral kuni yarim kechadan boshlab ijro qilindi ekan. Islom dini qaysi darajada yo'l qo'yishchan? Xo'sh, islom dini shu qadar yo'l qo'yishchan, ya'ni musoyid fikr erkinligiga shu qadar riyoyatkor bir dinki, buni bilish uchun tar fikrlik, ko'ni tushunchadagi va xurofiyparast odamlarning kitoblarini emas, kishilik dunyosining mubohati va madori bor, iftixorlang'uchiligi bor va chek-chegarasi aniq bo'lgan haqiqiy olimlarning turli asarlarini tepib tekshirish. Dinni ana shundoq olimlarning bilgini bo'yicha bilishga tirishish kerak bo'ladi. Haqiqiy islomiyat yaratquchidan kechasi kunduzidek parlaq bo'lgan va kengchilikni yo'lga qo'ygan bir aqidadan ta'lim berdi. Keyinroq paydo bo'lgan qo'shimchalar, ya'ni bid'atlar, ma'lumotlarla nurani bo'lgan bu dinni g'aroyibotlar yig'indisiga aylantirib qo'ydi. Acaba Iranning zardushchiligidan, Yunonning, ya'ni Grekning xurofotliklaridan, Hindining yana bir nimalaridan islomiyatga nimalar qo'shib qo'yilmagan? Dinning naqadar yo'l qo'yishchan ekanligini bilganingiz bormi? Undaqda navbatda keyingi asrda islomda yuz bergan uyg'onish ideyasining barpochisi bo'lgan buyuk mutafakkur olimning bu haqdagi mutalaasini o'qib boqaylik. Marhum shayx Muhammad Abdu mazkur savolni tashlaganlarga javob berib shundoq degan: "Ey o'qirman, kel, sening bilan birlikda qo'l tutib o'tmishga qaytib ko'raylik. Jaholat muhitidan qutulib, nurliq olamning ma'rifatini topgandan keyin dastlab Umaviylarning, Ondan Abbasiylarning davrlarida bir oz to'xtaylik. Ularning atrofidagi ijtihadchilar, ya'ni mujtahidlarni, adiblarni, tarixchilarni, tabiblarni, riyozatchilar, ya'ni matematikchilarni, jo'grafiyashunoslarni, tabiatshunoslarni, qisqasi ilm ma'rifatning har bir sohalaridagi kishilarni birma-bir hurmat nazarimizdan o'tkazib chiqaylik. Shuni ko'rib yetsanki, har kishi o'zi mutaxassislik qilayotgan sohasida kechini kunduzga ulab ishlaydi. Ishni tugatgandan keyin yenidagilarga o'rilib, ular bilan suhbatga kirishadi. Muhaddis tabib bilan, ijodchi matematik bilan so'zlashalaydi. Har biri o'zining ilmiy sohasida sabdishidan yordam ola oladiganligini biladi va shunga qarab harakat qiladi. Bu manzarani bir oz tomosha qilgan bo'lsang, qani yur, birlikda ilm muassasasiga kiraylik. Ko'plagan ulug'lar to'plashgan va oralarida fikr ixtilofi va salqin qarashlar bo'lib o'tgan bo'lishiga qaramay, kamoliy do'stlikni saqlab birlikda ishlaydi va bas munoziralashib turadi. Mana qaraylik, Hofiz muhaddis Imom Buxoriy Imron ibn Hitton Xarijiyning oldida tiz cho'kkan. Uningdan hadis o'qigan. Mu'tazillarning raisi Amir ibn Abid yuqori qatlam peshvolardan Shayx Hasan Basriyning huzurida kamoliy ehtirom bilan o'tirgan. Uningdan dars olgan. Barcha din ulug'lari, ijtihod egalari, din ahlining yo'lboshchilari bo'lib turib, bir yandan askarlik qilgan. Din va aqida ularga barliq kuch-quvvati va shavkati bilan birlikda o'zlashgan edi. Butkul olimlar rohat turmushda, xayr-saodat va erkin fikr muhiti ichida edi. O'z dinining ahli bo'lganlar bilan boshqa dinga ergashuvchilar orasida farq, ya'ni bo'linish yo'q edi. İnsaflıq bir oqurman men bilan birga berib bu olamni ko'rsa, bu musulmonlarning ahvoliga qarasa, dinning ilmga naqadar yo'l qo'ydiganligini biladi.
Uningdan keyin deydiki, to'g'risi bu yerda dinni amaliy ko'rish orqali tavsiya qilg'ili, ya'ni tunib yetkili. Dinning madaniyat bilan qandoq birlashganligini aynan ko'rib yetkili va bu hikmatparvar olimlardan fikr erkinligining nimaligini o'rganib olg'ili bo'ladi ekan. Aql bilan vijdon orasidagi munosabatning qandoq vujudga kelganligini bular orqali tushunib olg'ili bo'ladi ekan. Bizda ilm bilan din o'rtasida hech qanday to'qinish yuz berib boqqan emas. Faqatla din olimlari bilan ilm ahlilar orasida bir qism ushaq-tushak munoziralar bo'lgan. Qandaqda ular orasida bir-biri bilan o'chakishish, tilishib urushdek buzuqliklar xudoganlar bo'lg'ayki ko'rilmagan. Hech qaysisi biri munozirda sen degan kofir, sen degan bir zindiq degan emas. Yoki bo'lmasa mushuningga o'xshash biror harakatni sodir qilgan emas. Yani shuningdek hech bir olim, ya'ni ilm sababli qiyin qistoqqa elinib, mahkum qilinib tutilgan emas. Aksicha, jamiyat orasiga bo'lginchilik selib, xalqning xotirjamligini buzishga tirishsa, ondan u chaqda tabiiy vujudni, ya'ni jamiyat butunligini saqlash yuzidan xuddi jarohatlik a'zoni pido qilib voz kechganga o'xshash mazkur bo'lginchilik solg'uchi jamiyatdan kesib elvitilgan. Musulmonlar haqiqiy din olimlari bor bo'lgan zamonlarda dunyo millatlari orasida olim edi. Butkul olamning peshvo o'lgilari edi. Shariat sirlarini bilmaslik illatiga tutilgandan keyin haqiqiy mavjudligini saqlab qololmay inqirozga uchrashdi. Manda Erkisti 263-son 1949-yili 6-may Uyg'urchaga og'dirg'ichi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.